Mavzu: zamonaviy o'qitish metodlarining texnologiya fanini o'qitishdagi ahamiyati. Faol va passiv metodlar. O'qituvchi Satimova Farog'at. Reja: birinchi passiv metodlar, ikkinchi aktiv metodlar, uchinchi og'zaki metodlar. Passiv metodlar: ta'lim jarayonining markazida o'qituvchi bo'ladi. Bunda o'qituvchi faol, o'quvchi esa passiv ishtirokchi bo'lib qoladi. Ushbu metodlar qo'llanilganda o'qituvchi mavzu bo'yicha ma'ruza qiladi, tushuntiradi, ta'lim vositalari orqali ma'lumotlarni taqdimot va namoyish qiladi. O'quvchi esa bu sharoitda faqatgina tinglovchi va kuzatuvchi sifatida ishtirok etadi. Bunday metodlarga ma'ruza, namoyish, taqdimot, illyustratsiya va boshqalar kiradi. Aktiv metodlar: bu metodlardan foydalanganda ta'lim jarayonining markazida o'quvchi bo'ladi. Bunda o'qituvchi passiv, o'quvchi esa faol ishtirokchi bo'lib qoladi. O'qituvchi guruhni boshqaruvchi sifatida ishtirok etadi. O'quvchilar esa berilgan topshiriqlarni mustaqil fikrlab, muammolarni bartaraf eta oladigan darajada faoliyat yuritadilar. Bunday metodlarga aqliy hujum, kichik guruhlarda ishlash, muammoli vaziyat, rolli o'yinlar va boshqalar kiradi. Bilim manbalariga ko'ra ta'lim metodlarining turlari. Bular: og'zaki metodlar. Agar o'quvchilar asosiy o'quv axborotini o'qituvchining o'quv mulohazalari va isbotlari jarayonida yoki darslik mavzulari asosida olsalar, bunday metodlar og'zaki metodlar, ya'ni tushuntirish, hikoya, suhbat va hokazolar jumlasiga kiradi. Og'zaki metodlardan foydalanish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanish mumkin, ammo ular yordamchi rol o'ynaydi. Bayon darsda ko'rgazmali vositalardan foydalanish yoki foydalanmasligiga bog'liq bo'lmagan holda tuziladi. Ko'rgazmali metodlar. Ko'rgazmali metodlar deganda ta'lim jarayonida qo'llaniladigan ko'rgazmali qurollar va texnika vositalariga ko'p darajada bog'liq bo'lgan o'quv materiallarini o'zlashtirish shakllari tushuniladi. Ta'limning ko'rgazmali vositalari bilimlarni o'rganish va o'zlashtirish darajasini belgilaydi. Amaliy metodlar. Mashqlar, mustaqil topshiriqlar, amaliy va tajriba ishlari asosida o'quv materialini egallash ko'rinishlarini ta'limning amaliy metodlari jumlasiga kiradi. Mashqlar, mustaqil topshiriqlar, amaliy va tajriba ishlari asosida o'quv materialini egallash ko'rinishlari ta'limning amaliy metodlar jumlasiga kiradi. An'anaviy dars. An'anaviy dars muayyan muddatga mo'ljallangan ta'lim jarayoni ko'proq o'qituvchi shaxsiga qaratilgan mavzuga kirish, yoritish, mustahkamlash va yakunlash bosqichlaridan iborat ta'lim modelidir. O'quv materiali yangi va ancha murakkab bo'lgan an'anaviy dars ko'p hollarda ta'lim jarayonining birdan-bir modeli bo'lib qolmoqda. Ma'lumki, an'anaviy darsda ta'lim jarayonining markazida o'qituvchi turadi. Shu bois an'anaviy darsni markazda o'qituvchi turgan o'qitish modeli deb ham atashadi. Ma'ruza metodi. Ma'ruza katta hajmdagi o'quv materialini nisbatan uzoq vaqt davomida monologik bayon etishdir. Bu metod butunlay so'zlash orqali amalga oshiriladi. O'qitish metodi hisoblanadi. U 40 daqiqa yoki undan uzoqroq davom etadi va odatda o'quvchining ishtiroki uchun hech qanday imkoniyat qoldirmaydi. Ma'ruzani tushunarliligini oshiruvchi jihatlar. Ya'ni bular: birinchisi, fikrni sodda tilda bayon etish. Ikkinchi, ma'ruza tuzilmasining strukturasining
mantiqan to'g'ri tuzilganligi. 3. Fikrlarni qisqa va lo'nda ifodalash. 4. Raqobatlantirish. 5. Notiqlik, ravon tilda gapirish va talaffuz. Fikrni sodda tilda bayon etish, o'z fikrini sodda ifodalash. 6. Yaxshi o'quvchining eng maqbul fazilatlarini bilish. Ma'ruza tuzilmasi. Bunda ma'ruza kirish qismi, asosiy qism va yakuniy qismlardan iborat bo'ladi. Ya'ni kirish qismida qutlash, mavzu, tashkiliy savollar, maqsad aniqlab olinadi. Asosiy qismda asosiy mavzu yuzasidan fikrlar bayon qilinadi. Yakunlash qismida mavzu yuzasidan natija, xulosalar va umumlashtiruvchi fikrlar aytiladi. Ma'ruza metodining afzalliklari. Birinchisi, aniq ilmiy bilimlarga tayanadi. Ikkinchisi, vaqtdan unumli foydalaniladi. 3. O'qituvchi tomonidan o'quv jarayonini to'liq nazorat qilish imkoniyatini paydo bo'ladi. Ma'ruza metodining kamchiliklari. Bunda o'quvchilar passiv ishtirokchi bo'lib qoladilar. O'qituvchi bilan o'quvchilar bevosita muloqotga kirisha olmaydilar. Katta miqdordagi bilimlarni o'zlashtirish o'quvchilar uchun qiyin kechadi. Uzoq vaqt davomida diqqat bilan tinglab o'tirish o'quvchilarni tez toliqtiradi. Eslab qolish darajasi barcha o'quvchilarda turlicha bo'lganligi sababli sinf bo'yicha o'zlashtirish darajasi past bo'lib qolishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.